Hisob tergan balo bilan xotin oladigan odam otning qo'tiniga, ot oladigan odam qizning uyiga ketyotdi. Ularning og'zidan yana qandaqdir donalar chiqarkin. Hey, mening shu aqlim hayron. Sen buni minmisan edib nima qilsa buni? Hey, men nim deb minima uni bakaden. Yo sig'ib ustini ichmaydi ekansa, yo Nima deb ustini Yo, ajoyib bir paravan qildi ekansan. minmisan. 18 yilning yaqin nima ish qilib baqding uni? Qandan mingil oldu, o'zimni qerindish tursa o. Qerindishi ham? Singlim o meni. Ani qara. Zalim nim qilsa? Xotin qilma? O! Allah sharingni, ha? Ashnima? Nima bo'lsa xotin qilmamsizlar? Xotin olamiz. Ben şu aleme şunu. Ot boqar uchun 19 ga kirgan qari boytilinib birsi oladigan ish bo'lsa, uning ayg'irga xotin bo'lishi yoki odamga xotin bo'lishi ancha muhim emas edi. Uning ustiga minib qo'ymay xotindek asraydigan bunda qon vaqtini ko'rib, boytiliga vakolatan rahmatini bildirdi. Bunda bo'lsa qerindishingdek, siningdek mehrini berib beqibsan-da. O'zim bir qo'lliq beqib cho'ng qilganman. Shanzongmo qerindishidek pabilab beqilgan otning xushalligida sag'risiga vakolatan hayojinni ifodaladi. Bilmegeningmi to'g'ri bo'pti. O'zim meni mendan. Nimde minib oldigansizlar uni bechorani bakaden. Ammo sening oldingni bilgan bo'lsak, minmaydi. Bunda bo'lsa odatda nima tamoq yeydi? Odat shu lag'man, so'man, pulov yeydi. Kabob qamraqtanda beksab bilan kaboblarni yeb ketdi. Lag'man so'men. Ha? Achaq-chaq otamsan ya. Lag'man so'men. Bu bunda qimir tamoqni esa tukchiydi ekanmiz, ha? Bu nimda tukchidi o'nda g'alati bir savollarni so'raysiz. Voy, bunda qilqa bog'day, bunda qo'noq bilan nimasa tukchidi ya uni ham. Bu yo'g'ini tukchmaydi. Tushmaydi. Alikni qo'y yeta onunga. Sen ras ani xotin qilishing bo'lsa, 50 ming qo'ylaman. To'yib qalsam 5lab tizmayman. Tizsang muyinda bo'ldi. Lag'man so'men yeydigan ish bo'lsa, beqish sal tasmonima. Boqmoqtasi emas, u o'z tamoq yeydi-da. Hay, bu chaqchaq bo'lib qoldimi ya? Choq emas, u sizning boshda bir kuchni bika qilatimda ostan ular tamoq yetamamda. Qandoq yetadi? O qandoq itamaydi. Yetammaydi. Shanzong ot boqarning odatdagidek aljimag'anligiga ishondi va uning qandoq qilib bu qadar aljiyolganligiga hayron qoldi. Lekin uningga muhimi ot boqarning sagakligi emas, otning sagakligi bo'lg'achqa qadamini to'xtatmadi. Malika eden tishlamdir az. O, sim qo'yib bo'lding degina. Ha? Bundaq tursa qandoq mingilib ko'nglim chidaydi demeysan. Bo'lsa lag'ma yegash minsama. Davdav uchun olgan xotinni minish emas, olgan xotini o'zini minmisila futqani hisoblanadi. Uni burun qizlar eshak qilib azmindimi? Shunga u otning xotiniga ketayotgan bo'lsa-mu, xuddi to'yliq o'jiriga ketayotgandek nihoyat hayajonlandi. Bir hayajonli ketib bormay. Men hayajonlanib ketib borman. Ularni yana qanday hayajonlar kutib turdi? Tegib borganda ko'ramiz. Tunishtirib qo'y, mening qarindishim. Hech chiqma, yaxshi. Sening xotining. Bu nima? Malikay, xotinim.